muxlislar sekin-astalik bilan o'z o'rinlariga joylashib mana shu o'yinni tomosha qilishadi. Nasaf boshladi. Nasafdan men ham boshlayman. Abduvohid Ne'matov darvozada birinchi. Wow! Kutilmagan holat va qanday qilib hozir darvoza ishg'ol qilinmoqda, qanday oldinga chiqib ketdi ochig'i. Hozirgina aytib turganimiz vaziyat va 15-daqiqada Paxtakor oldinga chiqib olmoqda. Kutishmagandi. Mana hammasi qanday bo'ldi? O'tdi to'p. Wow! Himoyachi o'z darvozasini ishg'ol qilib qo'yapti va bu Alibek Davronov. Abduvohid bilan bir-birini eshitmadim. Men eshitishga imkoni bo'lmadi, ko'rmadi hatto. Bittalab qo'riqlanyaptimi-kin ichkariga uzatma va ancha xavfli. Qaytadi Paxtakor, chunki aynan Chinedu qo'shilmayaptim. Mana Hamdamovdan uzatma. Bu takror loyihada ilg'ash qiyin. Buni ustidan Chineduga tekkandi so'nggi bo'lib. Komilovdan uzatma. O'tdi to'p, xavfli vaziyat, Nasafda imkoniyat, zarba va ustunga tegyapti to'p. Biroz noaniq zarba muallifi Bahromov edi. Endi hozir kuchga emas, aniqlikka urg'u berdi Bahromov. Shunda ham ozgina noaniq ketdi. Chunki yaqin masofada juda ko'p raqib va jamoadoshlari bor edi. Kuch bilan zarba yo'llanganda bu yerda o'sha blok qo'yilib qaytardi. To'p aniq ketayotganmidi yoki qo'riqlashayotganmidi Abduxoliqovni. Shala yo'l ochdi, uzatma berdi. Sanjar Quvvatov qaytardi-yu, bunisini himoyachilar qaytarishmoqda. Bunisini. Qanday vaziyatlar, blok qo'yishyapti Paxtakor darvozasi oldida. Imkoniyatlar bo'ldi. Qanday qaytarildi ko'rib olamiz. Xo'p, bu Shalaning zarbasi, uzatma aralash zarbasi. Mana bunisi endi Bahromov, Nasrullayev qanday qaytardi? Mana bu yerda Tahsin. Yana ko'ramiz. Nasrullayevda menda savol qolmadi-yu, qani? Nasrullayevda nazarimda hammasi joyida, ammo ilg'ash qiyin. Mana bu yerda ham hammasi joyida. Hozircha mana shu takror loyihada tushunganim, balki biz bolalar uzoqlashtirish kerak. Uzoqlashtirganda ham aniq uzatmalar bilan Abduxoliqov kurashadi. Shala qo'shiladi va bu xavfli. Adin Shala aniq uzatma. Abduxoliqov u ham ulgurdi, ammo keyin yana qaytdi. Shala zarba Quvvatov. Yana bir zarba bo'ladimi? Yo'q. Burchakdan to'p o'yinga kiritiladi. Mana o'sha hujum ulgurdi Abduxoliqov. Keyin Rahmatov edi 17-raqamda. Mana bu yerda esa endi o'zini tashladi Tahsin. Quvvatovning seyvi namoyish etilmoqda. Uning e'tirozlari boshqacharoq formada tribunalarga ko'chdi. Va mana bu yerda qoida buzilmoqda. Bu imkoniyat Nasaf uchun. Nasaf uchun imkoniyat. Jarima zarbasi. Ruxsat bor. Abdurahmatov parvoz qildi. Juda aylandiki, ters tarafga qarab aylandi, mana qarang. Sharof Muhiddinov 15, Oybek Rustamov 17, Murodbek Rahmatov va 92, Umarbek Eshmurodov. Uzatmalar, Nasafda imkoniyat yiqildi futbolchi va mana standart imkoniyat. Mana yana vaziyat yuzaga kelyapti. Juda noaniq zarba yo'llagan edi. Yaxshi. Deyarli mana shu pozitsiyada hozir yana ham qulayroq.
Jonli devor ikkiga bo'lingan. U yerda qizil libosdagi futbolchilar ham bor. Albatta, yo'lak ochish uchun, qarshilik ko'rsatish uchun ruxsat bor. Hushtak chalindi. Muhiddinov zarba va gol! Sharof! Barobar Nasaf hisobni tenglashtirmoqda. Ha, o'zi birinchi taymdagi zarbani ham Sharof endi tepganda qanday bo'lardi bilmaymiz, ammo hozir u darvozani ishg'ol qilyapti. Chiroyli gol. O'sha yo'lakdan o'tdi chog'i. Mana qochishdi, yo'lak ochishdi va Quvvatovning ham qaytarishga imkoni qolmadi. Kuchli edi zarba. Sanjar ham qandaydir ishonib qoldimi? Qani bu rakursdan ko'raylik. Bu Alijonov va Flamariondan o'tib ketayotgan to'p. Jonli devorning shu qismida ular turishgandi. Nasaf nazorat qilyapti. Olisdan zarba! Wow! Qanday to'sin! Qaytadi to'p. Quvvatov ham hozir zarbani takroran ko'ramiz. Ha, Sharof! Wow, bir o'yinda. Yo'q, Quvvatov qutqara olmasdi. Ozgina 5 sm pastroqqa borganidami bu to'p? Endi yo'nalishni topibdi-ku, bilmadim. Aylandi to'p. Yaxshigina aylandi. Mana imkoniyat. Mezbonlar olisdan zarba qaytarilmoqda. Shala to'pni qabul qilib oladi. Bu yaxshi vaziyatga sabab bo'lishi mumkin. Va Quvvatov vaqtida joylab qo'ymoqchi bo'ldim. Ana uzatma qanotga chiroyli o'tkazib yuborildi. Bu yerdan davom ettirsa bo'ladi. Chiroyli chiqib keldi. Zarba! Va yana to'sin. Nimalar bo'lyapti? Yana zarba. Shu to'sinni, shu nuqtani ikkinchi bor nishonga olishyapti. Bu safar endi menimcha zo'r o'yin. Bu safar mana endi Bahromov. Boya o'zi Bahromov deb o'ylagandim. Chunki unda bor-da, unda ham bor. Muhiddinovda ham Nasafda o'z bir necha futbolchida bor. Qarang. Yana ham xavfliroq chiqdi nazarimda. Har holda eng yaxshi o'yinni o'tkazmadi. Va Doston Hamdamov uchun ham o'yin nihoyasiga yetdi. Qiziq hozir. Bozorov, Oybek chapda qabul qilib oldi qarshisida. Raqib futbolchilar chiroyli kombinatsiya. Nasrullayev, Sherzod uzatma o'tyapti. Xavfli imkoniyat bor. Bo'sh futbolchi. Hojimat Erkinov. Yo'q, to'p o'tmayapti. Menimcha Hojimat ham kutmagandi to'p ungacha kelishini. Bir necha soniyani yo'qotdi. Yo'llar berkitildi. Qarang. Bo'lmasa darhol yo'llab qo'yishi mumkin edi. Alibek qutqaryapti. Alibek, nima bo'ldi? Takroriy lavha. Bo'layotganda darvoza ishg'ol qilishdi. Bunaqasi doim ham bo'lavermaydi. Biz golni shunchaki tasvirni ko'rishga ulgurmadik. Bozorov uzr so'rayapti endi. Sobiq jamoasiga gol uryapti. Bekjon maydonga tushyapti. Mayli, takror lavhasini ko'ramiz. Uzatma darhol amalga oshirilgan va Abduvohid qaytardi. Xo'p, Oybek mana shu yerdan yuqori yaqin burchakka joylab qo'yapti to'pni. Wow! Endi bilmadim. Bu golda ijro baribir, lekin Abduvohidning chiqishi ham o'ta ishonchli deb aytish qiyin. Ammo butun translyatsiyadan ham qolib ketdi. Hojimat Erkinov, Bozorov ustidan tashlab qo'ymoqchimi yo moslashdimi shunchaki bu to'pga? Moslashdi shu yog'i. Bu yerda kim birinchi bo'ladi? Sprint. Alijonov. Hojimatga juda chiroyli davom ettirsa bo'ladi. Erkinov tashlab berdi. Sardor Sobirxo'jayev. Mana. Sal keyinroqdan ko'rdi, lekin baribir qarang qanday chiroyli o'ynalishligini ko'rdi. Uzatmani o'z vaqtida berdi. Ammo bu mavsum shunday bo'lyapti hozircha. Yaxshi. Nasafda imkoniyat. Mana imkoniyat zarba. Quvvatov, yana bir zarba va noaniq. G'ulomov, uning ortidan Abdunazarov, keyin esa noaniq zarba yo'llandi. Mana shu birinchi zarba muallifi Abbosjon G'ulomov edi.
vaziyat bor yoki o'sha bo'layotganimizdek murabbiy uchun mana shu to'g'ri yo'l. Ichkariga uzatma. Imkoniyat Nasafda Abduxoliqov, Bobur tashlandi. Muloqot ancha sezilarli bo'ladi mana takrorlavha. Xo'p. Burlaganji tashlanib to'pni qaytardi. Mezbonlarda imkon o'ngga Abdunazarov. Qanotda chiroyli harakat aniq edi-yu, ammo keyin noaniq ketdi. Bo'ldi. Xushtak chalindi 1-2. Paxtakor 2021-yildan beri birinchi marotaba Nasafda, ya'ni o'z maydonida, Nasafning maydonida, markaziy stadionda g'alabaga erishib, muhim 3 ochkoni qo'lga kiritmoqda. Foydalanilmagan imkoniyatlar yoki to'sinlar, vaziyatlar bilan yodda qoladi endi Nasaf uchun, Nasaf muxlislari uchun bu o'yin. Mazgaboyni bizga ko'rsatishyapti. Akmal, men shaxsiy fikrimga ko'ra bu uchrashuvda eng yaxshi harakat qilgan futbolchi bo'ldi.